Sirdaryo viloyatida jamiyat ravnaqi, ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va boshqa sohalarda uzoq yillar samarali mehnat qilgan hamda yosh avlod tarbiyasiga munosib hissa qo'shgan nuroniylar e'tirof etildi. Guliston shahrida o'tkazilgan tantanali marosimda 47 nafar nuroniy mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Guliston shahrida tashkil etilgan tantanali tadbirda turli sohalarda uzoq yillar halol va samarali mehnat qilgan hamda hayotini farzand tarbiyasiga bag'ishlagan nuroniylar e'zozlandi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar nuroniylarning jamiyat hayotidagi o'rni, ularning boy hayotiy tajribasi, fidokorona mehnati va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi xizmatlarini alohida ta'kidladilar. Marosimning eng hayajonli lahzalarida Sirdaryo viloyatining shahar va tumanlaridan tashrif buyurgan 47 nafar nuroniyga mehnat faxriysi ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Bu mukofot ularning ko'p yillik halol mehnati, jamiyat ravnaqi yo'lidagi xizmatlari hamda el-yurt oldidagi fidoyiligiga bildirilgan yuksak e'tirof bo'ldi. Bundan biz shunday bir xulosa qilamizki, bizni yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Prezidentimiz faxriylarimizga juda katta e'tibor qaratyaptilar. Ular uchun barcha imkoniyatlarni, sharoitlarni yaratib beryaptilar. Shu bilan birgalikda yurtimizda xizmat singan faxriylarimizni munosib taqdirlab kelyaptilar. Shular qatorida bugun men ham birinchi darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan ekanman. Men o'tgan umrimdan xursandman. Demak, viloyatimizga qilgan mehnatimiz munosib e'tirof etilibdi. Men bugun o'sha kechalari uxlamasdan tunu kun ishlagan paytlarimni ko'z oldiga keltirib, demak, mehnat qilgan odamni bir kun albatta natijasi bo'lib, e'tirof etilishini guvoh bo'ldim. Tadbir bayramona ruhda davom etdi. Nuroniylar uchun dasturxon yozilib, madaniyat sohasi ijodkorlari tomonidan kuy-qo'shiqlar va badiiy chiqishlardan iborat konsert dasturi namoyish etildi. Biz bu olayotgan mukofotimizga bizga berilgan e'tiborni bilamiz. Ana shu mehnatimizni yana ham yuqori darajada qilishga, vazifasini odil bajarishda, prezidentimiz qarorlarini bajarishda, farmonlarini bajarishda va xalqimizning manfaatini yana yuqori ko'tarishda o'z hissamizni qo'shib boramiz. Albatta, bunday ehtirom va e'tibor inson qadrini ulug'lash, mehnatni qadrlash hamda nuroniylarning hayotiy tajribasini yosh avlodga yetkazish yo'lidagi ezgu an'analarning amaliy ifodasi hisoblanadi.